To'xtang, siz buni bilmaysiz. Bilish uchun videoni oxirigacha ko'ring. Lasha Talaxaze, og'ir atletika bo'yicha 2 karra Olimpiya chempioni, bir nechta jahon rekordlari sohibi, mutaxassislar uni tarixdagi eng kuchli odam deb bilishadi. Ilya Topuria, UFC chempioni, dunyo bo'ylab juda mashhur, texnika, kuch va xarakter unda mujassam. Hozirgi kunda gruzin sportining eng taniqli kishilaridan biri. Geniya Petrashvili, erkin kurash bo'yicha Olimpiya chempioni, bir necha karra jahon chempioni, og'ir vazn kurashida mutlaq dominant, kurash olamida juda nomi mashhur. Gruzin sportchilarining juda ham kuchli ekanligi bizga ma'lum. Endi shu gruzin sportchilaridan 4 tasini bir joyga jamlasak, ularga dunyoda qaysi sportchining kuchi teng keladi deb o'ylaysizlar? Menimcha bunday kishi topilmasa kerak. Lekin do'stlar, tarixda bobomiz Jaloliddin Manguberdi bir o'zi yakka holatda 4 gruzin sarkardasini yer tishlatgan. Bu bizga shuni anglatadiki, Jaloliddin Manguberdi ruhan, jismonan qanchalar kuchli inson bo'lganligini. Bizning hech qanday g'arazli va millatchilik qilish niyatimiz yo'q. Biz sizlarga faqatgina solishtirma holatda tushunarli bo'lish uchun video tayyorladik. Bundan ham qiziq videolarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, profilimizga o'tib, bizga obuna bo'ling va like kommentlaringizni ayamang.